Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo Uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 23-iyul 2026-yil Namangan viloyati Namangan shahar Ravustondan video tayyorlayapmiz akalar. Sotiladigan simentalga gibrid buqachalarimiz, bir dona simental, bir dona shved xunajin. Mana gibridlarni ko'rib turibsizlar. O'ta originallardan bor buzoqlarda. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha hammasini ma'lumotlarini berib o'tamiz. Bir donadan like tugmasini bosib, Telegram guruhlariga, chorva ishqibozlariga videolarimizni podelitsa qilib qo'yishingizdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Kimga ma'qul kelsa telefon qilib savdo qilib olasizlar. Obuna bo'lmay ko'ryapti turganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. Akalar boqishga arziydiganlardan so'raganlarga biz bir donagina xunajini bor, lekin xunajin ham to'g'risi o'ta yuziga yuzi. Mana ikkitasi o'shim bir-biriga paridan. Orifxon aka, charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamay turibsiz. Xo'p. Hikmatullo so'tuvda Xudo xolasa ikkita gibridimiz buqa, bitta simental buqamiz bor, bitta shved toza xunajinimiz bor. Hikmatullo. Hammasi sutdan chiqqan-a? Xudo xolasa hammasi sutdan chiqqan. Gibridlarimiz, simentallarimiz 4 oylikka bo'ritgan, xunajinimiz 3 oylik. Hammasi sutdan chiqqan. Bir dona xunajin 3 oyliga? Ha, bir dona xunajin 3 oylikka borgan. Qolganlari 4 oylikdan. Qolganlari 4 oylikdan. Xudo xolasa sifatiga buni onalarning videosi bor. Firmadan chiqqanlik to'g'risida. Ular o'zi tushungan odam bilishadi, mana bizlarni ham ko'rib turibsiz. Ular onasi simental. Haqiqatan belozlar. Simentalimiz toza? Ha, top-toza simental. Bu aytdim, onalarning, otalarning videosi bor. Sutdan chiqqan. Hammasi sutdan chiqqan-a? Ha, Xudo xolasa uchta buqacha, bitta xunajin. O'zi bir donagina xunajin akalar. Buqalarda ham hali bir tonnali bo'ladigan, yaxshisidan olib. Xolasa bu mana gibridlar simentaldan ham o'tib ketadi. Molar a? Ha, orqa boshlarni ham bor. Bularda tushungan odam yaxshi biladi. Yeb ichishlari zo'r-a? Yeb ichish hamma narsasiga garantiya. Video davomida ko'rsatib ham qo'yamiz. Ha, oxirida ko'rsatib ham qo'yamiz. Bir hafta 15 kun garantiya berilaveradi hammasiga. Behijolat-a? Behijolat. Oyoq qo'llari butun-a? Hamma joyi soppa-sop. Hamma joyi bus-butun akalar. Buzoqlar to'g'risi ko'rib turibsizlar, haqiqiy sutga to'yib o'sgan narsalar. Olib boqsa bundan buyog'iga faqat oldiga yuradigan, hali nima desa bo'ladi, sutdan, o'tdan yo boshqadan qisilib, hali katta bo'lgan, nimjon bo'lib qolgan narsalar emas. Ularning orqalarini ko'rib turibsizlar. 4 son deysizmi, oldi orqasi bir xilidan deydimi, bunaqa uzunlaridan boqaman deydimi, hammasi bor buqachalarda. Xudo xolasa yaxshilaridan chiqsa olib boqamiz deganlarga behijolat ma'qul kelaveradigan. Simentaldan orqalarini ko'rsatib qo'ying. Bu shvedimiz ham onalarning videosi bor hammasini. Hammasiniki bor-a? Mana shu tomonga bitta haydang. Hammasini. Xo'p, bular donalab ham sotaveramizmi? Donalab ham sotaveramiz. Hikmatullo hammasini bir joyga ham kelishadi. Haydang. Haydang shularni ham. Xo'p, donalabga necha puldan deymiz? Donalabga Hikmatullo shvedni uzun o'lchaydigan bo'lsa, xunajinda. Xunajin uzuni 21 million kamaytirib beramiz. Telefon qilishadi, kelishaveramiz. 21 millionga. Ha, ikkita gibridimiz bo'lsa 47 million 500 mingni kamaytirib beramiz, telefon qilishaveradi. 47 million 500. Ha, buni ham tug'ilganlar o'zi 15-16 million bo'ladi. Yangi tug'ilgan ham. To'g'risi gap. Bular simental yangi tug'ilgan 18 millionga hech kim bermadi. 4 oylik bo'lib qolgan akalar bular. Bo'lib ham 4 oylik deymiz-u. Xudo xolasa, 4 oylik bo'lgan bilan. 5 oylik buzoqni vidini beraveradigan. Katta zo'r bo'lib qolgan. Mana ikkovi отдельный qoldi. Mana orqalarida jonivorlar. Dumba sovuraman deyapti. Simentalgachi? Simentalga 25,5 kamaytirib beramiz, telefon qilishaveradi. 25,5 ga. Shoq kuymabdi hech birini. Yo'q, men simental shoq qo'ygan. Ha, simentalniki kuygan. Ha, simentalni qo'ygan. Simentalniki kuygan. Qolganlariniki kuydirib olasizlar. Shveddan chiqadimi, chiqmaydimi bilmadim. Sho'ga bundoq bo'lib turibdi. Hatijon, rosa kuydiradigan paytga kelgan Hikmatullo. Kuydiradigan paytda. Bir yerga bo'lsa necha pul beramiz optimiga? Bir yerga bo'lsa hisob-kitob qilamiz, telefon qilishaveradi. Bitta sanashga narxlarda hammasini tushib beramiz. Bitta sanashga yengil qilib berasiz? Ha, xudo xolasa, telefon qilishaversin. Dastlabkilarimizchi? Dastlabkilar muammo yo'q, dastlabkilar. Oldiga bitta kepasi oching endi. Bo'ldi. Ular yeyishini ko'rasizlar hozir.
vaqti kelsa qidirib topib bo'lmay qoladi yo'llarda akalar. To'g'risi, haligi mol yoqib qolsa, narxlar aytilaveradi, savdo qilib olaverasizlar. Mana. Akalar yeb ichishni ko'ryapsizlar. O buqamizga sig'may qoldi buqamiz. Smetala. Ayaqdan o'tdi. Kepa silosni uryapti-da bular. Ha, kepa silos somon bergan narsangizni yeyveradi. Bergan narsani yeyaveradi. Gap yo'q. Yeb ichishlarini ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa, olib chiroyli qilib bitta qo'ra tashab qo'ysanglar ham bo'laveradi. Addeniga kimgadir qaysi biri ma'qul kelsa savdo qilib addeniga olsanglar ham bo'laveradi. Maytga kichkina joyga sochib qo'yib, mana sig'may qoldi jonivor. Bunlarda dog'i yo'q, smentalni ko'rib turibsizlar. Ko'zi qizil xolos. Narxi o'ta qulay. Misol boqaman degan odamga 25 million dedikmi? 25,5 kami bor. 25,5 mi? 25,5 kami bor. To'g'risi, puli arzon. Bunaqa baland narx qo'yilayotgani yo'q. Mana akalar, hammasi xudo xolasa yeb ichib turgan mollar. To'g'risi, olaman deb telefon qilsanglar, xudo xolasa narxini kelishtirib berishaveradi. Bular shu o'zimizni fermadagi avstriyskiy semental sigirlarning bolalari. Bular shu sementalga qoroqli gibrid bo'lganlar. Hali u yoqdan kelgan emas. O'zimizning fermalardagi tonnali sigirlar, tonnali buqalarning bolalari. Hikmatullo, xudo xolasa hammasini bir joyga olsa, bir donasidan pul ketadi o'zi. Bittasidan, ha, xudo xolasa hammasi bo'ladi o'zi o'tli narsalar. Xo'p, Telefon nomeri olsa ham aytib qo'yaman. Hozir aytib qo'yaylik. Telefon nomerimizni yozib qo'yamiz. Xo'p, telefon nomerlarimiz 97lik, 97lik 593 593 66 66. Xo'p, telegramlari bor-a? Ha, telegramlari bor. Telegramlari bor. Bu oldida постоянный turar ekan-da, o'ta. Ha, qonni to'qda, bitta ovqatini berilgan. Qonni oldida o'ti yemi uzilmas ekan, o'zi ko'rib turibsizlar. Yaxshi boqilayotgan, tanalari o'ta mana suvlangan buzoqlar. Bunaqa o'tdan, sutdan qisilgan yo sutdan qaytib ozib ketgan narsalar emas. Xudo xolasa, kelib ko'rsanglar tashab ketadigan mollar emas.